inson tirik yashashga urinar ekan. Doim unda qalbida istasa-da, istamasa-da istiroblar paydo bo'ladi va insonni oyoqda ushlab turadigan, yangi manzillarga eltadigan, yangi ishlar qilishga undaydigan kuch ham mana shu istirobdir. Bu istirobni eng kattasi bizni mana shu dunyoda ekanligimizdir. Ya'ni bir imtihon ichida ekanligimizdir. İmtihonlar har doim tahlikalidir. Ehtiyot bo'lish kerakdir. Qattiq tayyorgarliklarni talab qiladi imtihonlar. Shuning uchun biz hayotimizni nimaga bog'laymiz? Hammasi joyidami Abduqayim? Hayotimizni nimaga bog'laymiz? Biz hayotimizni odamlarga bog'lamasligimiz kerak. Bu yerda tortishmasak ham bo'ladi. Odamlarga hech bir shaklda hayotimizni bog'lamasligimiz kerak. Narsalarga bog'lamasligimiz kerak. Hatto va hatto joylarga bog'lamasligimiz kerak. Nega? Bu nuqtalarda pand yeyish mumkin inson. İnson hayotini g'oyalarga bog'lasa, e'tiqodini to'g'ri narsalar ustiga qo'ysa, to'g'ri yo'lda bir boradigan manzili yoki imtihondan chiqishi bir xursandchilik bilan bitadi. Aks holda o'zini vayron qiladi. Agar men zarracha ichimda bir yomonlik his qilsam, boshqalarga nisbatan o'ylasam bir yomon narsalarni, xuddi ichimdagi yomon chiqindilar chiqmaguncha tahoratim buzilmagani singari, u ichimdagi meni chirkin fikrlarim hayotga chiqmaguncha hech bir ziyoni yo'qdek ko'rinishi mumkin. Albatta, bir gunoh yozilmaydi. Bu ichimdagi yomonlikni kimga nisbatan tuyayotgan bo'lsam, unda bir u mendan bir ziyon ko'rmasligi mumkin. Nega? Chunki hali chiqmadi u tashqariga. Lekin uni meni ichimda borligi doimiy nima qiladi? Menga ziyon beradi. Agar ichimizdagi bir chiqindi chiqmasa, u bizni, jismimizni kasal qilib bizni o'ldirgani singari, hayollarimizdagi va fikrlarimizdagi kirliklar ham bizni ruhan barbod qiladi. Atrofga faqat badbo'y hid taratadigan, men endi majoziy ma'noda aytyapman, yomonlik taratadigan odamlar bizni ko'rsa oldimizda o'tirolmay qoladi, qiynalib qoladi. Nega? Biz ham bilmaymiz uni. Nega bunday? Nega meni bir odamni ko'ramiz, negaligini bilmaymiz, uni yomon ko'ramiz. U bizga hech yomonlik qilmagan. Bu yerda biz anglamaydigan nimadir bor. O'shaning uchun biz uchun muhim narsa, eng muhim g'oya o'zimizni bu dunyoni sinovlaridan omon olib chiqish, bu dunyoni fitnalaridan omonda saqlash bo'lish kerak. Bu juda balandparvoz, yetib bo'lmaydigan bir gaplarda eshitilayotgan bo'lishi mumkin. Kim uchundir bu shunday. Agar siz buni yetib bo'lmaydigan bir narsa deb qarasangiz, siz unga albatta yeta olmaysiz. Lekin men buni oddiyroq, pastroqda olib qarashingizni tushungan istagan bo'lardi. Masalan, deylik, Navoiy hazratlarini biz haykalini qo'ydik va bir shaklda buyuk bir siymoni oyoqlarini tagida ko'rdik o'zimizni. Men bir misol olarak aytyapman. Agar ya'ni o kadar bir buyuk shaxsiyatki, uni tushunish murakkab.
Agar biz uni bir pastroqqa tushirganimizda, yo oddiy bir inson, efendim, to'g'rilab qo'yaman. Bolalar mana shunday fikrlarni bo'lishadi. Kaltak yeydi. Tamam, davom etamiz. Agar Navoiy hazratlarini rahmatli Bahodir Yo'ldoshev aytgandek, agar Navoiy bilan bir davrda yashaganimda ikkalamiz juda yaxshi o'rtoq bo'lardik deganlar. Juda yaxshi o'rtoq bo'lardik. Ya'ni shunday qarasakkina biz u Navoiy hazratlari yozgan misralarni tushunamiz. Unday qaramasak qanday tushunamiz? Bizga o'zbekchada yozilgan bo'lsa ham, xuddi bir boshqa tilda yozilganday nima qilinaveradi-da. Eshitilaveradi qulog'imizga, tushuniksiz bir narsada. Xuddi shunday biz bir narsani qiyin, yetib bo'lmaydigan deb qarasak, unga albatta yeta olmaymiz. Oddiyroq qarashimiz kerak. Uddalayman deyishimiz kerak. Mani boshida bugungi efirimizni sarlavhasida yozilgan, nima deb yozilgan? Xiyonat qanday aniqlanadi deb yozilgan. Do'stlar o'rtasidagi xiyonat bo'lsin. Men nega bugun bunday mavzu qo'ydim? Bugun bir aylanib ko'zimizga yomon ko'ringan har kimni xoinga chiqaryapmiz. Avval ham shunday qilganmiz. Avval ham shunday qilgan. Millatimizda bu narsa birinchi marta ko'rinmayapti. Qancha ziyolilarimizni, shoirlarimizni eng tozalarini. O'sha oyog'iga bolta urgan bizmiz yani. İzin berganmiz. Eng kamida izin berganmiz. Bugun ham shu narsa agar kuzatsak, bir aylanib vatan xoiniga, millat xoiniga odamlar bu narsalarni o qadar bir o'yin kulgu qilib aytishadi. Osonmi bir xoinga aylanish bir inson? Xoinlar bir shaklda aniqlanadi. Men faqat shu gapni aytish uchun bugun jonli efir qilyapman aslida. Ozgina biroz kirish qildim. Endi o'sha asosiy nimaga o'tmoqchiman. Kim xiyonat qiladi bu hayotda? Vataniga bo'lsin, xalqiga bo'lsin, millatiga bo'lsin, boshqa bo'lsin, ya'ni xiyonatni har qanday turini ko'z oldingizga keltirishingiz mumkin, tasavvur qilishingiz mumkin. Kim qiladi bu ishni? Buni qanday aniqlaymiz? Alloh azza va jalla kitobida bizga aytib qo'ydi. U yerda bor uni formulasi. Kim xiyonat qiladi, kim qilmaydi. Janob Alloh aytayaptiki, Allohga xiyonat qilgan har narsaga xiyonat qiladi. Demak, biz kimnidir xoinga chiqarmoqchimiz, boshqa xiyonatda ayblamoqchimiz, qaraymiz yoki shubhalanyapmiz. Agar u Allohga xiyonat qilayotgan bo'lsa, u vataniga ham xiyonat qiladi. U oilasiga ham xiyonat qiladi. Do'stiga ham xiyonat qiladi. Har joyda xiyonat qilishi mumkin. Ya'ni u xiyonat qilishi mumkin bo'lgan odam. Nega? Chunki u xiyonat qilish mumkin bo'lmagan Allohga xiyonat qilib turibdi. Xiyonatni eng kattasini qilib turibdi. Kichigini qilmaydi. Biz o'lchovlarni bunday qo'yamiz. Shunday qo'yishimiz kerak. Og'zimga keldi. Menga u odam yoqmayapti, menga bu odam yoqmayapti. Menimcha bu xoin bo'lsa kerak. Siz kimsiz ya? Birovni xoin deydigan. Bu o qadar osonmi ish? Uni javobi bor ertaga. Ertaga bizdan so'rashsa, nimaga asoslanding? Asosing bormidi? Daliling bormidi? Isboting bormidi? U meni do'stimidi? Sen xiyonatda ayblayotgan, kechalari bilan menga ibodat qiladigan, yaxshiliklarni berkitib qiladigan, millati xalqi uchun yaxshilik sog'inadigan, haq tarafda bo'lishga intiladigan biri edi. Men uni sevardim. Sen uni bir aylanib xoinga chiqarding. Sen kimsan? Desa Janob Alloh, nima deymiz? O'zi
boshqalarni muhokama qilishday bir jur'atga ega bo'lish bu katta xavfdir. Agar kimdir o'ylasa, men boshqalarni muhokama qilishday bilimga, kuchga, zakoga, zehniyatga egaman deb o'ylasa, katta bir xavfni ichidadir. O'sha ichidagi chirkni badbo'yiga bo'g'ilib o'ladigan odamdir. Bugun biroz keskinroq so'zlarni ishlatyapman. Buni istab ishlatyapman. Gohida bu ham kerak. Nima ekan bu yigit? Hozir men qarab qo'yapman, hammasi joyidamikin deb. Anglaydigan, tushunadigan, o'qiydiganlar safida bo'lamiz. Eng tahlikali odam bilasizmi kim? Chexovning gapi bor. Eng tahlikali odam bu hamma narsaga ishonib ketaveradigan odamdir. Og'ziga kelganini gapirib ketaveradigan odamdir. Bu eng tahlikali odamdir. Biz unday bo'lmaymiz. Bo'lmasligimiz kerak. Bir ustozdan so'ragan ekan. Bir shogirdni haydalishi nima uchun kerak? Gohida ustozlar shogirdlarini bila turib yonlaridan quvadi. Quvg'in qiladi yonida. Nega bu ishni qilasiz? deb so'rashganda ustozi aytgan ekan. Ikkita sabab. Birinchisi, u bizga dushman bo'ladi quvilgandan keyin va dushmanday harakat qilishni boshlaydi. Va qarshimizga turadi. Yonimizda emas-da, qarshimizda turadi endi. Dushman o'laroq. Nima uchun? Faqatgina haydalgani uchun. Nima bo'ladi? Albatta yutqizadi. Nega yutqizadi? Chunki hali u bola yani. Har nimada bola yani. Qaysi nuqtai nazardan qarasangiz, yani aqli, boshqa, yani bir bola hali. Va tushunib yetadi nima uchun haydalganini. Ikkinchi bir tarafi bor. Agar u bundan ichidagi o'sha bir g'azab sabab bo'lsin, boshqa sabab bo'lsin, nohaqlik sodir etildi menga nisbatan deb agar u ruh bilan qarshimizga kelsa va bizni ustimizdan g'alaba qozonsa, bu yana bizga foyda bo'laveradi. Nega? Chunki bizni ishimizni bizdan yaxshiroq davom ettiradi. 1000 yil safsata sotishingiz mumkin. 1000 yil u unday bo'ldi, bu bunday bo'ldi, biz bu yoqqa qarab ketyapmiz, u yoqqa qarab ketyapmiz deyishingiz mumkin. Hech narsa o'zgarmaydi. Hech narsa o'zgarmaydi. Aytish bilan, gapirish bilan agar nimadir o'zgarganda ko'p narsa o'zgarib ketadi. Shuning uchun odamlarni xiyonatda, yomonlikda, unday deyishda, bunday deyishda o'zimizni biroz tiyganimiz ma'qul. Ha, boya aytganimizdek, u kimligini tanishimiz uchun bir norma bor. Janob Alloh aytdi. Allohga xiyonat qilgan, ya'ni bir odamni xiyonat qilmasligini kelajakda bo'lsin, hozir bo'lsin aniqlashdik. Yagona formulasi bu uni Allohga xiyonat qilgan yoki qilmaganligiga qarashdir. Aziz boshi zamon bo'lsin, yo'llaringiz ravon, yaratganing doimo panohida bo'ling.